Assalomu alaykum azizlarim. Jahon ayvonida ming yillar osha insoniyat orzu qilgan bir muborak davrga haqning va'dasi bo'lmish, inoyati va mukofoti bo'lmish. Ikki olam saodatiga sizu bizni har tomonlama ezgu niyatlar, xushduolarning mustajobi, go'zal umri aziz bo'lmish hayotga yo'llovchi bu qutlug' kunlarda qalblarimizda xalloq olamga mehrimiz bisyor, bardavom ishqimiz behad va beadaddir. Chunki sizu bizni yaratgan Robbimiz shu qadar mehribon, shu qadar qudratli, shu qadar hikmatliki, u zotga suyansak, ikki dunyoni saodati sizu bizga haqning inoyati va mukofotlari bo'lg'ay. Alhamdulillah. Quyoshning boshida yaraqlagan toj, mening haq ishqida yongan yuragim va unda yig'ilgan cheksiz boj-xiroj, mening dunyolarga xushbo'y tilagim, haqning cheksiz mehru muhabbatidan. Quyosh sochgan nurdan yashnaydi olam, qishu yoz, bahor kuz saltanatida. Har qalbga mujdalar keltirmish qalam, ilohiy kitoblar har oyatida. Yaratgan Robbimning marhamatidan. 99 ismu, 1001 ot sifat, kashfini yozmoqqa qodir qay qalam. 99 ismu, 1001 ot sifat, kashfini yozmoqqa qodir qay qalam. Cheksiz dunyolarni yaratib qo'yib, naqadar as-sabur xalloqi olam. Aql bovar qilmas kuch qudratidan. Taraf bormi ul zot mehriga? Al-Qodir, Al-Karim, Al-Adil, Al-Haq. Dunyolar barqaror cheksiz mehridan. Ar-Rahmonur Rahim, Zuljalol barhaq. Dunyolar hikmati kuch qudratidan. Nechog' shunday zotga bandamiz yorab. Nechog' shunday zotga bandamiz yorab, bizga ta'lim bergan ixtiyor. Bu cheksiz muhabbat, bu cheksiz ishqdan, bu cheksiz faxrdan qalbda ming bahor yuz ochib kuylar ishq saodatidan. Nechog'li mehribon xalloq olam. Allohning mo'jiza marhamatlari sizu bizga muborak va mukofotlar bo'lg'ay. Haqiqatdan ham qalblarimizda haqni cheksiz mo'jiza marhamatlarini istaganda davru davronlar aro, olim-u ulamolar aro, shoiru shuarolar aro qalblarda bir tug'ilgan hikmatlar qalamlar bilan qog'ozlarga tushadi. Shuning uchun ham quyoshga qaraganda qalbimizda haqning ishqi yanada bisyor va bardavom bo'ladi. Chunki quyosh o'zini nurini dunyolarga sochar ekan, albatta haqning ishqi bilan yonib yashaydi. Quyoshning boshida yaraqlagan toj, mening haq ishqida yongan yuragim va unda yig'ilgan cheksiz boj-xiroj, mening dunyolarga xushbo'y tilagim, haqning cheksiz mehru muhabbatidan. Biz Allohni mehru ishqimiz ila suyib, u zotning mehridan bahramand bo'lib, dunyoyi jahonlarga mehrimizni taratganimizda, dunyoyi jahonlardan haqning mehri qalbimizga yig'ilib kelib, bu boji-xirojning, bu saltanatning mehr muhabbatning cheksizligidan qalbimizda cheksiz o'sha his-tuyg'ular, dunyoyi jahonga mehrlar tug'iladi va bu mehrlarni taratib, bu mehrlardan bahramand bo'lib, ikki dunyo baxt va saodatlariga erishamiz azizlarim. Haqning ishqi, mehri sizu bizga muborak va mukofotlar bo'lg'ay hamisha. Mehr Dilnavo, Mehriniso begimdan eng qutlug' tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Tashakkur azizlarim. Alhamdulillah.